Toshkentda 1 million AQSh dollariga teng xazina topildi. Bu ma'lumot bizni ham qiziqtirib qo'ydi. Aynan mana shu mavzuda internet sahifalarga ma'lumot bergan Milliy universitetning 4-kurs talabasi Muhammad Bobur Yusupov bilan suhbatlashdik. Muhammad Bobur Yusupov Milliy universitetning ximiya fakulteti 4-kurs talabasi, shuningdek universitet muzeyining ilmiy xodimidir. Internet sahifalarida xazina bilan bog'liq ma'lumotlarni u bergan. 20-asr boshlarida Toshkent shahrida Alisher Navoiyni, yana Zamaxshariy, turli xil shayxlar, avliyolarni, Naqshbandiy, bundan tashqari o'sha davrda mashhur bo'lgan Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy kabi mashhur ismlari butun dunyoga tanilgan olimlarimizning kitoblari, qo'llanmalarini Toshkent shahrida to'plashgan va to'satdan 1920-yilda ular izsiz g'oyib bo'lib qoldi. Endi savol tug'iladi bizada, bu buyumlar qayoqqa ketgan, qayoqqa g'oyib bo'lgan degan. Va mana shu ma'lumotlarni, arxivlarni, fotolarni hammasini umumlashtirgan holda biz qidiruv ishlarini sekin-astalik bilan bosqichma-bosqich universitetda tahlil qilib o'rganib chiqa boshladik. Va birinchi qidiruv ishlarimizni mana shu buyumlar oxirgi marta, ya'ni 30-40-yillarda saqlangan, ko'rilgan joylardan, binolardan, ularning arxivlaridan surishtirib, ba'zi qismlarini hozir topib to'plaganmiz. Endi haqiqatda o'sha ashyolarni biza topish ishlari boshlangan. Agar haqiqatda shu kolleksiyalarni biza to'liq toplaydigan bo'lsak, u qiymati $1 million dan ham oshib ketadi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda bu asor atiqalar bilan bog'liq ma'lumotlarning hammasi ham to'g'rimi? Bu borada Muhammad Bobur shunday dedi. Fotolar haqiqiy, faqat qimmatli metal bilan bog'liq ba'zi ma'lumotlarda biron bir miqdorida ozgina xatolar bo'lishi mumkin, chunki hali ish tugatilmadi. Umumiy mana shu ishlar oxiriga yetganda asl batafsil matbuot anjumani o'tkaziladi. Mana shunda aynan qancha miqdorda qaysi metal topilgan va qancha miqdorda qanday adabiyotlar, qanday tarixiy asar atiqalar topilganligi haqidagi eng aniq ma'lumot chiqishi mumkin. Bugungi kunda muzeyda 300 ga yaqin eksponatlar bor va kundan kunga ularning soni oshib bormoqda. Ayni kunlarda topilgan qimmatbaho ashyolar universitet muzeyida saqlanmoqda. Ularni xavfsizligi uchun ham hozircha tasvirga olishni lozim deb topmadik. Ruxsora G'afurova, Siroj Hoshimjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.